Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, bizni keyingi videomiz bu oldingi Telegram bot va NLP Recommendation System qismi. Ya'ni biz bu yerda biron bir matn, Telegram botga biron bir matn yoki shunga o'xshash tekst yuboradigan bo'lsak, ya'ni uzunroq tekstlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'proq tekstlar yoki umuman tushunarsizroq tekstlar bo'ladigan bo'lsa, yoki sizga grammatik jihatdan tekshirib berish kerak yoki o'ziga kimgadir xabarlashmoqchi bo'lganingiz grammatik jihatdan mana shu xato bo'lishi mumkin degan xulosaga kelmoqchi bo'lsangiz va uni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, mana u Telegram bot bilan NLP qismini ko'rishingiz mumkin. Hozir bizni qiladigan ishimiz, ya'ni model o'qitganmiz, mana soddani qilingan. Xo'p, bizda hozircha mana bu datasetdan foydalanib Hugging Face platformasidan mana Grammar Correction degani Agent Plans degan kishiniki bu. Xo'p, mana birinchisi mana birini qilingan. Birinchisi xato, ba'zi grammatik jihatdan xato bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta so'z tushib qolgan bo'lishi mumkin yoki so'z tushib qolgan bo'lishi mumkin. Umuman bu yerda input qismi va bu yerda to'g'ri qismi berilgan va shunday qilingan. Shu datasetdan foydalandik. Uni kod qismini ko'radigan bo'lsak, ya'ni mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, mana Google Colab'da birinchisi oddiy kutubxonalarni yuklab, yana CPU, aniqrog'i GPU ishlatganligini tekshirganmiz. Mana aniqroq bu yerda qiladigan bo'lsa, kompyuterimizda GPU ni ishlatib, GPU yo'q bo'lishi mumkin. Shunda Google Colab'dan tekin GPU dan bemalol foydalansak bo'ladi. Datasetni yuklab olganmiz. Qancha dataset kerakligini mana shu manzilda va uni dataset degan o'zgarishga saqlab qo'yganmiz. Mana ikkinchi qismda lug'atlarni qurish. Yana har bittasini qilganmiz. Input ustunida shunga qo'shganmiz. Output qismini ham asosdan datasetdan qismida olib, ularni o'zimizga ixchamlab olib, mana bunga o'tkazganmiz. Mana keyin oxirida mana print qilib, buni vocab size deganini sanab ketirganmiz. Sanab ketirganimizdan keyin u bizga kerak bo'ladi. Keyin mana encode sentences, ya'ni matnlarni input qilib o'ziga olib olish qismi hisoblanadi va ularni tokensga har bittasini bo'lib chiqish. Mana bizda ko'rishimiz mumkin lug'atlar yaratilmoqda degan. Keyin oxirida esa lug'at hajmi esa 55 mingta so'z degani, 55 mingta so'zimiz bor degani общий. Xo'p, keyingi qadamimiz yana model arxitekturasi, ya'ni modelni qurish. Keyin birinchisi self attention qilish, umumiy klassimiz bu yerda. Mana bu yerda hammasini o'zini qilib olamiz. Embed size, ya'ni biz qurayotgan uni arxitekturani qanchalik o'lchamda bo'lishi va uni qanchalik darajada o'qitilganligi bo'lishi kerak. Va shu yerda embed size'lar bor. Embed size'ning asosiy funksiyasi pastani chaqirib olamiz. Keyin liner bor, liner. Bular ham o'zimizga yarasha bo'ladi. Keyingisi forward qismi. Forward qismida o'sali query, values qismlarini olamiz. Ya'ni case qismlarida asosiy idlar bo'lishi mumkin. Query ham shunday, valuesda asosiy qiymatlarni, ya'ni har bitta so'zni olib olamiz. Mana shunday qismlarda ketilgan. Mana class transform correction degani bu yerda ham shunday ishlar bajarilmoqda. Mana liner degan funksiyasidan foydalanib, ularni hisoblay olamiz. Keyin forward qilib, buni natijani chiqaramiz. Va mana endi keyingisi model o'qitish qismi bo'ladi bizda. Mana embed size qilib tepada berganidek, keyin heads bor. Ya'ni heads degani bu mana parallel ishlayotganimizda bizlarda o'zgaruvchilar ko'p. Ya'ni 55 mingta dataset bo'lganda, ya'ni so'zlar bo'lgandan keyin uni tez o'qib olishimiz uchun har bittada qarab olishimiz uchun har tomondan qarashlik desak ham bo'ladi. Masalan, ma'lumotlarni o'qiyapmiz, ana bitta gap o'qitayotgan bo'lsak, mana I am a student deydigan bo'lsak, o'shani har xil tarafdan qaraydi. Birinchisi shakliy tarafdan qaraydi. Ikkinchisi uni zamonlarga e'tibori tarafidan qaraydi. Ya'ni bu fe'lmi yoki bu sifatmi, shu taraflardan qaraydi va uni grammatik jihatdan ham qarab, shu 8 ta umumiy tomondan qarab chiqadi. Epoklar degan bu oddiy mana qarab chiqadigan общий o'qitiladiganlar soni. Qanchalik epoklarning soni ko'p bo'lsa va bizlar datasetimiz aniqroq va yaxshiroq qilingan bo'lsa, bizning modelimiz shunchalik natijalar yaxshi
natija beradi. Xo'p, shu yerdan ketaveramiz. Xo'p, bu yerda oxiri umumiy qismlari, output, input qismlarini olamiz. Unsqueeze va o'xshashlarni tashlab yuboramiz, ya'ni keraklarni olamiz. Xo'p, bu yerda mana epoklarni sanab borish qismlari hisoblanadi. Ya'ni o'qitish boshlandi degan funksiyani chiqarish kerak. Mana qancha qismini ishlab bo'lindi, shunga o'xshab qismlarni mana birinchi epok, ikkinchi epok, natijalar qanday bo'ldi va qanchasini o'qidi, shunga o'xshash. Mana keyingisi esa natijalarni sinab ko'rish qismi. Mana bizlarga tekst beriladi va tekst orqali bizlarning modelimizdan hisoblab olamiz. Mana sinov vaqti degan vaqtda natijasi chiqmagan. Xo'p, original degan ana bizlar bergan so'zimiz, mana bizlar input qilib kiritgan ma'lumotimiz I is very happy today degani. Keyingisi esa model bizga I is very great today. Va bu yerda bizlarning datasetimiz kamroq bo'lganligi uchun keyin ba'zan funksiyalari va strukturasiga kamroq funksiyani kerakli o'zgarishlar kiritilmaganligi uchun mana bu yerda m qo'shilmagan, lekin bu yerda bo'rttirish mana happy o'rniga great degan. Mana endi bu mantiqiy qaraydigan bo'lsa, ikkalasi va bir xil va bu kuchaytirilgan versiya, bu yaxshi natija. Keyingisi she don't know the answer. Keyingi model bizdan she level sign up the is. Ya'ni bu yerda esa xatolik bor. Mana bu yerda esa gapning oxiri natijasi chiqmagan, xuddi shunday. Va bizlar bu yerda modelni saqlab olganmiz. Xuddi hozircha shu. Xo'p, bizdan keyingi qiladigan bo'lsak, oldingisi mana bularni ko'rgandik. Xo'p, endi bizdan keyingisi esa bizlar noldan qurganligimiz uchun, datasetimiz kamroq bo'lganligi uchun, yaxshi tozalanmaganligi uchun bizlarda natijalar bir yaxshi, bir yomon desak ham bo'ladi. Va bizda esa haqiqiy yaxshi va zo'r datasetlar bilan qurilgan, katta o'lcham bilan, keyin har bitta funksiya va hammasi qurilganligi bilan ko'radigan bo'lsak, u funksiyani aniqroq kutubxonani ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni text error detection and correction language tool plus NLP pipeline. Ya'ni matndan xatolarni aniqlash va ularni to'g'rilash degani. Xo'p, bu yerda mana bizlarni ishlatadigan nolarimiz xususan language tool degan kutubxonadan foydalanamiz. Mana bu yerda xatolarni aniqlab va aniq qilamiz. To'g'rilaymiz. Ana bizlarga kerakli kutubxonani yuklab oldik. Ana Jupyter Notebook'imizda yo'q bo'lishi mumkin va shuning uchun har ehtimolga qarshi yuklab oldik. Keyingisi ana suratga qaraydigan bo'lsak, bizning umumiy arxitekturamiz, ya'ni NLP qismini va pipeline qismini ko'rishimiz mumkin. Ana birinchisi text information, ya'ni bizlarda ma'lumot, boyagi dataset men ko'rsatgan ma'lum datasetga o'xshagan bo'lishi mumkin. Har xil ko'rinishda keladi. Keyin ularni segmentation and tokenization qiladi. Segmentlarga bo'lamiz. Mana sariqlarga, ko'klarga, alohida papkalarga yoki stunlarga qo'yishimiz mumkin. Keyin tokenization degani bu har bittasini tokenlarga ajratish qismi bo'ladi. Buni ham ko'ramiz. Mana keyingisi esa mana text cleaning degan, text ya'ni matnni tozalash, har bittasini ortiqcha harflardan yoki grammatik jihatdan gapni shu berilgan datasetning ichida xatolik bo'lishi mumkin. Ularni to'g'rilaymiz. Ya'ni vectorization and feature engineering, ya'ni kerakli xususiyatlarni aniqlab olish va ajratib olish, vektorlarga o'tkazish va undan keyingisi esa mana text lemmatization and stemming degan. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, bu ko'rinishi gapni o'zi biroz g'alati, shuning uchun rasmda ifodalaydigan bo'lsak, mana pastida ko'rishimiz mumkin. Mana birinchisi lemmatization degani, bu lemmatization degani gapni umumiy asosiy standart ko'rinishiga olib kelish. Xo'p, bizda mana turli xil ma'nolarimiz bor. Ana change bor, changer, changes, changed, changing. Mana change degani o'tgan zamonda, mana change esa hozirgi, mana changer bu shunday. Mana change esa asosiy struktura standartda qo'yilgan so'z. O'zgarmaydi bu. Keyingisi esa mana buni ko'rishimiz mumkin. Bu oxirdagi natijamiz mana change qismi bo'ladi. Shuncha gaplardan keyin chiqadigan natijamiz. Xo'sh, stemming qismi esa bu asosan har bitta so'zni bir xil bo'lganlarini oladi. Masalan, bu yerda change bor, changer, changes, changed deganlarda har bittasi boshida change deganlar bor. Oxiriga qaraydigan bo'lsangiz, ana i bor bu yerlarda hammasi, lekin bu yerda hammasi changni o'zini olgan. Semga shunday. Bu qandaydir bir xillarni oladi.
Hop, keyingisi esa mana 6-qism. Bu yerda algoritm, machine learning algoritmlari bor. Bu yerda har bittasi matematik hisoblashi, har bittasini o'ziga hisoblashni ishlari bor. Oxirida esa interpolation of the result, natijani chiqarish, ya'ni qayta taqsimlab bizga bergan oxirida input qismiga, output qismiga berilgan funksiya orqali chiqarib beradi. Va ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda esa yana inglizcha ichida turli xil anavilar bor, funksiyalar bor. Bizlarda tanlayotganimiz inglizchasini tanladik. Keyingisi bu yerda ruschasi ham bor. Yana shunga o'xshash asosiy bazasi katta bo'lganlar bor. Mana bu yerda yuklab olinganlar ko'rsatyapti. 260 megabit ekan. Xo'p, mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, tekstni tekshirish uchun mana bosqichlari bu yerda. Mana birinchisi tokenizer, har bitta qismini I am a student deydigan bo'lsak, am va student har bittasini tokenlarga ajratib oladi. Bu yerda esa ikki xil bo'ladi. Mana bu o'rtasida biz funksiya yozib qo'yamiz. Birinchisi agar oddiy xatolik bo'ladigan bo'lsa, bu yerga bu tomonga o'tib ketadi. Agar esa to'g'ri bo'lsa, analiz qilishda davom etadi, parser qiladi, parser qilishda davom etaveradi. Keyin oxirida esa ikkalasi ham natija bo'ladi. Va bu yerda to'g'ridan to'g'ri xatoni aniqlab bo'lgan bo'lsa, to'g'ri shu xatoni aniqlaydi yoki shuni natijasini aniqlab qayta ishlov berib va oxirida tekshirilgan natijani chiqaradi. Va bu yerda post tagging degan qismini ko'radigan bo'lsak, bu yerda esa bizga turli xil analar qiladi. Va ko'radigan bo'lsak, mana I like to read books degan har bittasini turli xil ko'rinishlarga, o'zini query'larga ajratib olgan. PHP shularga har bitta so'z, bo'laklarini aniqlangan. Mana bu yerda esa bizlarga natijamiz qilingan tool degan o'zgaruvchidan bizlar text degan texture ber degan komandani berdik. These are bad sentence. She go to the school yesterday. Bu yerda esa ikkita gap bor. Endi bu bizlarga tekshirib berish kerak. Bu yerda oddiy input qismi tekshiriladigan bo'lsa, bizlar original matnimiz va bu yerda esa izoh berilgan, qaysi so'z xatolik bo'lgan va qayerdadir xatolik degan joyini aniqlab beradi. Mana keyin bu yerda r degan xatolik bor ekan. This bilan r ishlatilmas ekan. Mana bizlarga tavsiya beryapti. This emas, balki this ko'plikdagi bularni ma'nosida aytyapsanmi degan savol beradi va bizlarga tavsiya qilib shuni tavsiya qiladi. Keyingi esa ikkinchi anamiz mana verb are plural degan, ya'ni are ko'plikda ishlatgan sen, balki sen is demoqchi bo'lgandirsan deb bizlarga shuni rekomendatsiya qiladi. Bizga esa is degan natijani chiqardi. Va oxirida esa she, balki she mana bu yerda xatolik bo'lgan ekan. Va bu yerda balki boshqa so'z yozgandirsan degan, she isdan keyin mana go goes yoki went qo'ymoqchi bo'lgansang yaxshiroq natija berishi mumkinligini aytgan. Va oxirida esa mana bizda bizlar tepsa text bilan matchda unaqa berganmiz. Original match bizlar to'g'rilab bergan tekstni ko'rsatyapti. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. This shunday qilib tekshirib berilgan. Va bizni keyingi mana bu modelimizni sinab ko'radigan bo'lsak, Telegram botga. Xo'p, mana biz chaqirib olganmiz. Mana model qismiga mana PLT qilib olgan. Mana JSON ko'rinishi deb bo'lsangiz, mana bu yerda esa turli xil ketilgan. Har bitta ID'lar bilan bergan. Course 669 bergan, write 668, oversource shunday ketma-ketlikda ketib aydlangan. Bu bizga natija beradi. Bu yerda modelni chaqirib olish qismi asosiy qismi hisoblangan. Bu yerda mana birinchi qismi biz modelni yuklab olganmiz JSON formatda. Va bu yerda esa mana modelni o'zini PTH formatda yuklab olgan. Ya'ni bizlar nima qiladi? Buni run berib turibdi. Hozir ishlatib ko'ramiz. Mana start berib ishlatib turibdi. Mana nega qarshi oddiy so'z yozadigan bo'lsak, buni tuzatilgan variantini ko'rsatmaydi. Masalan, bu yerda salom deydigan bo'lsak, bu yerda hozir grammatik jihatdan xato ketdi. Xo'p, mayli. Endi bu yerda umumiy tushunchasini qaraydigan bo'lsak, biz ma'lumot olamiz Telegram botdan.
va u yerdan har bitta so'zni anaqa id ko'rinishiga, raqamli ko'rinishga o'tkazadi. Ya'ni qaraydi, so'zni qaraydi. Masalan, JSON formatida so'z bor, masalan, sister degandan ourselves degan so'z bormi? So'z agar bo'ladigan bo'lsa, bitta vektor olib, o'shaning ichiga 667 ni yozib qo'yadi. Xo'p, keyingisi agar shunday yozib ketaveradi, keyin yozib bo'lgandan keyin, gap tugagandan keyin o'sha raqamli ko'rinishdagi lug'atni modelga yuboradi. Bizlar yaratgan modelga yuboradi. Bu model esa bizlar shularning algoritmlari, turli xil funksiyalar va ichiga yozib qo'yilgan algoritmlar asosida buni hisob kitob qiladi va bizga yana raqamli ko'rinishga qaytaradi. Masalan, 45 degan natija qaytarishi mumkin va 45 natijasini endi mana shu ichiga qarab ko'radi. Hop, 45 bo'lishi mumkin, boshqasi mumkin. Masalan, 626 soni bo'lishi mumkin. Mindset degan yana output natija bo'ladi. Va ularni esa bizlarga natija qilib, natija sifatida beramiz. Xullas, shu hozircha.